Qadimki zamanda havası yiqishliq, bağ baranları chirayliq, yaylaqlari payandazdek ko'rimlik bir yurtda cho'ng bir padişah o'tgan ekan. U padişahning ikki ayoli bo'lsa-mu, ammo farzand yuzi ko'migan ekan. Shunga uning ko'ngli bearamkan. U xapiligini besish maqsadida har doim shikarga chiqib tomosha qilishni yaxshi ko'rdi ekan. Ay kunlar o'tib, padişahning kichik ayoli homildor bo'pti. Buni anglagan padişah shikarga texmi amroq bo'lib ketibdi. Bir kuni padişah vazirlar bilan shikarga chiqib ketganda, kichik ayoli bir o'g'il tug'ibdi. Biroq padişahning cho'ng ayoli ichi torliq qilib, balani ko'lga tashlab etib, o'rniga itning kuchigini akilib qo'yibdi. Padişah shikardan yenib kelganda, cho'ng ayoli oldiga chiqib, "Ey azizam, kichik ayollari kuchuk tug'di" deb xabar qilibdi. Darg'azab bo'lgan padişah kichik ayolini o'ldirmoqchi bo'pti. Shu chaqda cho'ng ayoli hiylagarlik bilan, "O'ltirmisizlar padişahim, bu navbat men bir qo'shiq qinini tilib olay" deb yolvorgan bo'pti. Shuning bilan padişah kichik ayolini bir qitimga amon qoldiribdi. Aradan yana bir qancha vaqt o'tibdi. Padişahning kichik ayoli yana homildor bo'pti. Padişah yana burunqi odati bo'yicha shikarga chiqib ketganda, kichik ayoli bir qiz tug'ibdi. Cho'ng ayoli bunimi ko'lga tashlab etib, o'rniga mushukning aslanini akilib qo'yibdi. Padişah shikardan qaytib kelganda, cho'ng ayoli padişahning oldiga mushukning aslanini ko'tarib chiqib, "Ey azizam, bu qitim kichik ayollari aslan tug'di. Yurt ichida yuzimizni yer qilibdi. Bu nima degan rasvochilik?" deb yolg'ondan yig'lab, o'rnini beshiga kiyibdi. Achchiqlangan padişah kichik ayoliga ig'ir jazo berishni buyuribdi. Endi gapni balalarning ahvolidan anglayli. Cho'ng ayoli ko'lga tashlab etgan hiliqi balalarni bir iyiq suvdan ochqib, jangalga ip kelib beqibdi. Balalar o'sib cho'ng bo'pti. Aqlga kelganda ular bir-biriga ism qo'yishyapti. O'g'ilning ismi Chintömür, qizning ismi Maxtumsala bo'pti. Bu balalar sahroning sap havosida sog'lom, kuchlik, chiroyli bo'lib yetilibdi. Keyincha ular iyiqdan ayrilib, jangalning bir chetiga uy yasab, shu uyda yashashga boshlabdi. Chintömür Batur kichik chig'idala o'q qilishni o'rgangachga, turli jon jonivorlarni tutadigan ajoyib Batur yigitga aylanibdi. U har qitim o'g'i chiqqanda 7 kun o'laydi ekan. Misran qilichi belidan, alg'ur burkuti qo'lidan, arg'amoq eti ostidan, kap-kap kuchigi yenidan ayrilmaydi ekan. Kunlarning birida Chintömür Batur o'g'i chiqib ketib etib, singlisi Maxtumsalaga mundaq debdi: "Singlim Maxtumsala, men o'g'dan qaytib kelguncha o'giziga chiqma, o'tni o'chirmagin, suvni ko'chirma, to'xoni taq dema, mushukni pesh dema, o't o'chib qolsa, tutun chiqqan yoqqa o't so'rab ketib qolmag'in." Shu gaplardan keyin Chintömür Batur misran qilichini esib, arg'amoq etiga menib, kap-kap kuchugini agashtirib, alg'ur burkutini qo'liga qo'ndirib, o'g'i mengibdi. Aradan 1-2 kun o'tgandan keyin Maxtumsala yolg'izlikda zerikib, o'giziga chiqib, beshini tarab o'ltiribdi. Mushuk bilan to'g'usimi uningga agishib, o'giziga chiqibdi. Mushuk miyovlab, to'g'usi qaqaqlab, Maxtumsalaning ichini pushiribdi. Maxtumsala mushugini pesh, to'g'usini taq deb qo'g'lib etibdi. Mushugi bilan to'g'usi o'gizidan tushib, uyga kiribdi. Mushuk o'choq yeniga kelib, cho'gunni o'rib etibdi. To'g'u kulini tatlabdi. Shuning bilan o'choqning o'ti o'chibdi. Maxtumsala uyga kirib, o'tning o'chib qolganligini ko'ribdi. Nayti qayg'urib, yana o'giziga chiqib, "Endi qanday qilaman?" deb yig'lab o'ltirsa, o'ng tarafida itning ovozi anglanibdi. Sol tarafida tutun ko'rinibdi. Maxtumsalaga o't tepib kelish qayg'usi tushibdi.
Nima bo'lsa bo'lsin, peshonamdan ko'ray, deb is chiqqan tarafga qarab mengibdi. Uzoq mangandan keyin mo'risidan is chiqayotgan bir eski tam uyga yetib kepti. Qarg'udek bo'lsa, uy ichida bir mo'may o'ltirgudek. Maxtumsala salom deb uning qeshig'i kiribdi. Mo'may uning kimligini, nima uchun kelganligini so'rabdi. Maxtumsala hammani bir-birlab aytib beribdi. Mo'may Maxtumsalaning ikki qo'liga kul bilan teriq sep beribdi va bir tal tezakni tutashtirib, uni yog'ochga sanjib, uning eg'iziga tishlatib qo'yibdi. Andin Maxtumsalaga: "Ikki qo'lingdagi kul bilan teriqni uyingga bog'icha chechib bag'in, orqangga qaramag'in", debdi. Maxtumsala Mo'mayning deganini qipti. Shuningdan keyin Mo'mayning uyidan Maxtumsalaning uyigacha heliqi teriqlar unib, belgi bo'lib qapti. Mo'may aslida 7 boshliq yalmavuzgan. Maxtumsala uni bilmabdi. Maxtumsala o'tni egilib, darrov o't yiqib, bir qozon go'sht pishirishga boshlabdi. Kun o'ltirib, qorong'i tushib kech kirishi bilan heliqi 7 boshliq yalmavuz ishga kelib: "Chintemir Batur uyida bormi? Arg'imoq iti ig'ilda bormi? Misran qilichi qo'ziqda bormi? Olg'ur burkiti o'rnida bormi? Kap-kap kuchigi ishikda bormi?" deb so'rabdi. Maxtumsala Mo'mayning ovozini anglab uydan chiqmay turib: "Chintemir Batur uyida yo'qdir. Arg'imoq iti ig'ilda yo'qdir. Misran qilichi qo'ziqda yo'qdir. Olg'ur burkiti o'rnida yo'qdir. Kap-kap kuchigi ishikda yo'qdir", deb javob beribdi. Shuningdan keyin Mo'may 7 boshliq yalmavuz suratida uyga kirib, avval qozondagi go'shtning hammasini yebdi. Andin Maxtumsalaning uzun chechidan to'risqa esib qo'yib, tapinini teshib, qiynini sho'rabdi. Ketar chig'ida Maxtumsalaga: "Mening bu yerga kelganligimni hech kimga aytma. Agar aytadigan bo'lsang, meningdan zodi qutulanmaysan", deb po'po'zi qipti. Maxtumsala qo'rqqanidan hech nima deyolmabdi. Aksi Chintemirning kelishini 4 ko'zi bilan kutibdi. Atsi kun kech bo'lishi bilan heliqi yalmavuz Mo'may yana kepti. Uyda bor narsalarni yeb bo'lib, ilgirgidek Maxtumsalaning qiynini sho'rabdi. Bu ahvol bir necha kun shu xilda davomlashibdi. Mangzi anardek, husni guldek Maxtumsala kundan kuniga mag'dursizlanib, zaprandek sarg'ayib ketibdi. 7-chi kuni Chintemir Batur o'din qaytib kelib, singlisini ko'rib, hayron bo'pti. Ko'ngliga gumon to'libdi. Chunki singlisi Maxtumsala 1 yil kasal bo'lgan odamdek sarg'ayib ketgan ekan. "Maxtumsala, 7 kunning ichida shuncha o'rg'lab, sarg'ayib holingdan ketibsan. Nima bo'lding singlim? Sana kimdan azor yetdi?" deb so'rabdi Chintemir Batur. Maxtumsala yig'lab turib, yalmavuz Mo'mayning qilgan etganlarini bir-birlab aksiga bayon qildi. Buni anglagan Chintemir Batur nihoyatda g'azablanib: "Agar men shu 7 boshliq yalmavuzni o'ldirmasam, Chintemir Batur bo'lmay ketay", deb qasam ichibdi va Maxtumsalaga qarab: "Singlim, mening kelganimni hech kishi bilmasin. Men ishikning kayniga o'ri ko'lab mo'kinib yotaman. Agar yalmavuz kelib meni so'rasa, kundagidek kammidi deb javob bergin", debdi. Andin itiga, burkutiga va kuchkiga qarab: "Vafodor jonivorlarim, agar yalmavuz Mo'may kelsa, un chiqamanglar. Bir amal qilib uni qo'lga tushirayli", debdi. Bu jonivorlar Chintemir Baturning gapini biladi ekan. Shunda qilib, Chintemir Batur maydasiga 7 qat savutni tengib, beshiga dobulg'a kiyib, misran qilichini tutib, o'rida mo'kinib yetibdi.
bir kemdin keyin Yalmavuz momay kelip eshikning oldida to'xtabdi. Uning yuragi do'pildab, badani shirkinib ketibdi. U bugun Chintemir Botir kelgan o'xshaydi. Qaytib ketmisan bo'mbig'idek. deb orqaga yenibdi. Lekin nafsi qaytib ketishga qo'ymabdi. Momay Chintemir Botirning kelgan kelmaganligini bir so'rab ko'ray. Agar kelgan bo'lsa qaytib ketay. Kelmagan bo'lsa u taliyim. deb o'ylab ishga yaqin kelib Chintemir Botir uyida bormi? Arg'amoq iti ig'ilda bormi? Misran qilichi qo'ziqda bormi? Olg'ur burkiti o'rnida bormi? Kap kuchigi ishikda bormi? deb so'rabdi. Maxdum Sala Chintemir Botir uyida yo'qdir. Arg'amoq iti ig'ilda yo'qdir. Misran qilichi qo'ziqda yo'qdir. Olg'ur burkiti o'rnida yo'qdir. Kap kuchigi ishikda yo'qdir. deb javob beribdi. Momayning yuragi to'xtab, yetti beshining har biridan turli sadolarni chiqarib, havo guldirligandek kirib ketdi. Lekin ishkirki uyga kirmay, "Hey Maxdum Sala, akang Chintemir Botir kelgan o'xshaydi. Uyingda odamning puruqi bor-ku", debdi. Maxdum Sala tamkinlik bilan, "Akam texi kelmadi. Agar kelgan bo'lsa, arg'amoq iti ig'ilda, misran qilichi qo'ziqda, olg'ur burkiti o'rnida, kap kuchiga ishikda bo'lmasmidi?" debdi. "Sen yolg'on aytyapsan. Chintemir Botir aniqli kelgan o'xshaydi. Odam puruq kelib turdi. U yo'shirni olgan o'xshamamdi", debdi Yalmavuz momay. "Bugun akamning ko'nglak tambilni yuyib, suyini uyga to'kkandim. Shuning puruqi bo'lsa kerak", debdi Maxdum Sala. Bu so'zni anglab Yalmavuz momay ishkirki uyga kiribdi. Odati bo'yicha Maxdum Salani uzun chechidan to'risqa esib, andil qinini sho'ray deb turishiga Chintemir Botir o'rnidan chiqib, misran qilichi bilan bir urgan ekan, Yalmavuz momayning bir beshi uzilib tushibdi. Yalmavuz momay debdi-da Chintemir Botirga qarab, "Bir beshimni olding, qolgan 6 beshimga qandoq javob bersan?" deb qahr bilan elishga kirishibdi. Elishish bir kech kunduz davom qilibdi. Chintemir Botir Yalmavuz momayning yana bir beshini chepib tushiribdi. Yalmavuz momay uydan qechib chiqishning ilojini topolmay, Chintemir Botirga yana esilibdi. Yana bir kech kunduz elishibdi. Chintemir Botir bu qitim Yalmavuz momayning yana bir beshini chepib tushiribdi. 3 beshidan ayrilgan Yalmavuz momay teximi g'azab bilan tutishibdi. Chintemir Botir uning yana bir beshini urib tushiribdi. Yalmavuz momay u yoqdan bu yoqqa qaytishga boshlabdi. Chintemir Botir uning 5-chi beshini kesib tushiribdi. Yalmavuz momay endi mag'dursizlanib, ko'zlari piyoladek bo'pti. Ishikdan qechib chiqay desa, Maxdum Sala qilish shiltib chiqarmabdi. Oxir Chintemir Botir Yalmavuz momayning 6-chi beshini chepib tushiribdi. Endi Yalmavuz momayning yel munguz deb atalgan birli besh qapti. U amalsizlikdan quyunga aylanibdi-da, uyning to'ngligidan chiqib ketib etib, "Maxdum Sala, xat to'xtab tur", deb badar qechibdi. Chintemir Botir arg'amoq etiga minib, bir beshi qolgan Yalmavuz momayning orqasidan qo'g'labdi. Maxdum Sala bog'loqliq kap kuchigini qo'yib etibdi. Chintemir Botir Yalmavuz momayga yetishibdi. Yalmavuz momay noiloj Chintemir Botirga esilibdi. Ular kashkirgucha ilishibdi. Uninggacha Chintemir Botirning kap kuchiga yetib kelib, Yalmavuz momayning pochiqidan tishlab tortibdi. Bir ozdan keyin Yalmavuz momay holsizlanib yiqilibdi. Kap kuchigi uni talab o'ltiribdi. Chintemir Botir Yalmavuz momayning 7-chi beshini elib, uyga xo'shal qaytibdi. Shunda qilib ular yana bir necha vaqt xo'shal xo'ram o'tibdi.
Məxdum Salaның rəngi ro'yi asta-asta o'nglanib, avvalgi holatiga kepdi. O ay yüzlük, xumar gözlük, şirin sözlük, sumbul çaşlıq, qara qaşlıq, nazik bədən bir güzel bo'pdiki, onu ko'rgan har qandaq kishi aql hoshini yo'qitib qo'yadi ekan. Kunlardan bir kuni Chintumir Botur zerikib yana o'g'i chiqmoqchi bo'pti va Məxdum Salaga: "Singlim, men yana o'g'i chiqaman. Sen hergiz uydan talog'i chiqmag'in. Suv bo'yida o'ltirib, chechingni tarimag'in," debdi. Chintumir Botur singlisi bilan xo'shlashib, o'g'i chiqib ketibdi. Məxdum Sala akasining nasihatini yodida tutib, bir necha kungacha uyidan talog'i chiqmabdi. Lekin kunlar o'tgan siri zerikibdi. Oqibat talog'i chiqib, eshik oldidagi eriqning bo'yida suzuk suvning eqishiga qiziqib, chechini tarashqa boshlabdi. Uning uzun sumbul chochlaridan bir necha tili suvga tushib ketibdi. Bu chochlar qo'shni podshohlikning o'rdasidagi ko'lga eqib beribdi. Bu vaqtda bu podshohlikning shahzodasi O'zmoq navkarlar bilan ko'lning bo'yida o'ltirgan ekan. Shahzoda O'zmoq ko'l bo'yiga kelib bosh ko'zini yuvasa, uning qo'liga heliqi chochlar ilinib chiqibdi. Bu chochlarning uzun va sumbulligi shahzodani hayron qoldiribdi. O'zmoq navkarlardan: "Bu nima degan uzun choch? Bu zodi kimning chechi?" deb so'rabdi. Navkarlar: "Shahzodam, bu qo'shni podshohlikda yashaydigan go'zal qiz Məxdum Salaning chechi o'xshaydi. Uning Chintumir Botur degan akasi bor. Uningga teng keladigan texi tug'ilg'ini yo'q," deb javob beribdi. O'zmoq Məxdum Salani ko'may turibla uningga oshiq bo'lib, vasvasiga tushibdi. Darhol qo'l ostidagi sarkarlarni yig'ib maslahat otdi. Nurg'un lashkar to'plab Məxdum Salani bulab kelish uchun yo'lga ravon bo'pdi. Ular bir necha kundan keyin Chintumir Boturning uyiga yetib kelib, atrofni qo'rshatdi. Məxdum Sala bularga qarshilik ko'rsatib, uygiziga chiqib mundaq debdi: "Hey lashkarlar, bu nima degan uyatsizlik? Yolg'iz bir ojiz qizga shuncha lashkarlarning kelishi nomardlik emasmi? Akam Chintumir Botur kelsa, qandoq javob berisizlar?" O'zmoq Məxdum Salani ko'rib, o'tdek kuyib mundaq debdi: "Məxdum Sala, o'zingni menga qabul qilsang qil, bo'lmasa seni zo'rlik bilan olaman." Məxdum Sala bu gaplarni anglab, g'azab bilan o'g'isidan yerga tushibdi. Akasi Chintumir Botur o'g'i ketishning oldida: "Navoda beshingga kun tushsa, bu qushni qo'yib atgin. Men qayerda bo'lsam shu yerga xabar yetkazib boradi," deb tapilab, olg'ir burkutini qo'yib ketgan ekan. Məxdum Sala cho'milida qo'rshab kelayotgan lashkarlarni ko'rib, qushni qo'yib etibdi. O'zi qilichni qo'lga elib, bulangchilar bilan urushibdi. Ularning nurg'un lashkarlarini yo'qitibdi. Uninggacha Chintumir Botur xabar tepib yetib kelibdi. U misran qilichini o'ynatib, bir o'zi necha ming lashkar bilan qattiq elishibdi. Tang kelamagan lashkarlar o'la tirilishiga baxmay qechishga boshlabdi. O'zmoq qechib ketayotgan lashkarlarga: "Sizlar ikki kishidan qo'rqib shuncha qachamsizlar? Qochsanglar mendan yaxshilik ko'rmaysizlar," deb pitirab ketgan lashkarlarni o'zi boshlab yana urush echibdi. O'zmoq Chintumir Boturga bir qancha 10 polvoni bilan biroqla hujum qilibdi. Nayzi qilishlarning bir-biriga urilishidan chaqmoq chaqqandek o'tlar chaqnabdi. Biroq har ikki taraf bir-birini yengolmabdi. Məxdum Sala bu holni ko'rib andishiga tushibdi. U: "Akam zaxmlanmasi bo'ladi. Uning meyib bo'lib qolganidan mening yo'q bo'lganim yaxshi," deb o'ylab, akasiga mundaq debdi: "Jinim aka, dushmanlar son-sanoqsiz ham rahimsizkan. Shunga siz jangdan yening. O'lsam men o'lay, siz omon qiling." Shu chaqda Chintumir Botur Məxdum Salaga qarab: "Singlim, meningdan ansirma. Chintumir deb ismim bor. Menga dushman oldida bosh egish o'lim bilan teng. Sen jonjigar singlimdan men ayrilamayman. Shunga jangdan yonmayman," deb jangni davomlashtiribdi. O'zmoqning lashkarlari o'lib tugashga oz qolganda
yordamga avatilgan lashkarlar nari tortib yetib kepti. Ular qilish nayzlarini yalang'ashlabdi, o'qyonlarni challabdi. Chintomir Boturga qari qog'dek yepishibdi. O'zmoq fursatni g'animat bilib, Maxtumsalani tutib elib, put-qo'lini mahkam bog'lab ap qechibdi. Chintomir Botur qahri g'azabga to'lib, 7 kecha-kunduz ilishib, hamma bulangchining kallasini tenidan judo qilibdi. Keyin qarg'udek bo'lsa, Maxtumsala hech yerda ko'rinmabdi. Chintomir Botur texmi g'azablanib, arg'amoq etiga minib, Maxtumsalani izlab, dasht cho'llarni kezibdi. Izda, oxir Jirg'ilang daryosini kechib o'tib, Ko'k yayloq teg'ining Ko'ktepa degan yeriga kepdi. Kishilar danqi daston bu Boturni noyida xushal qarshi oldi. Chintomir Botur u yerga joylashib qopdi. Chorvachilik qilib yurib, tezla boy bo'pti. Shundaqdimi, bu mol dunyo uning ko'ziga zodi ko'rinmabdi. Butun o'y xiyoli singlisi Maxtumsaladila qopdi. Ko'zi kech-kunduz yoshdan qurimabdi. Chintomir Botur to'li yig'lab yurib, oxir ikki ko'zi qarg'u bo'p qopdi. Endi gapni Maxtumsaladan anglayli. O'zmoq sahib Jamol Maxtumsalani qo'lga tushirgandan keyin ordisiga opirib, 40 kech-kunduz to'y o'tkazib, uni majburiy xotinlikqa otdi. Aradan necha yillar o'tib, Maxtumsala bulangchidan 2 o'g'il tug'ibdi. Shundaqdimi u yana kech-kunduz aksini ko'rishni xiyol qilib, qandoqli bo'lsin, bulangchilarning qo'lidan qutulishning chorasini izlabdi. Kunlarning birida Maxtumsala padishahning oldiga kirib, daryo bo'yiga berib sayli qilib kelishga ijozat so'rabdi. Padishah o'z ko'nglida: "Ha, endi 2 bolaliq bo'g'ashqa bizga moyil bo'ldi", deb o'ylab ruxsat qilibdi. Bu padishahlikning bir tulpari bo'lib, u tulparga padishahning o'zidan boshqa kishining menishi qat'iy man'iy qilingan ekan. Maxtumsala ana shu tulparga menib, 40 kenezak ham 40 nökerning muhofazatida daryo bo'yiga qarab yo'l olibdi. Ular Jirg'ilang daryosi bo'yiga kelib tushibdi. Qator-qator chidir bargohlarni tikib, har xil taomlarni pishiribdi. Sutdan qilingan sharoblarni tulumi bilan tiklab qo'yibdi. Cho'ng ziyofat boshlanibdi. Maxtumsala o'z qo'li bilan yog'och oyoqlarga sut harvini to'ldirib, kenezak, nökerlarga bir-birlab sunib, birdamda hammasini mas qilib etibdi. Maxtumsala ularning masligidan foydalanib, chaqqonlik bilan tulparga minibdi-da, Jirg'ilang daryosini kechib, ovqatga o'tib olibdi. Padişah oldida beshi ketishdan qo'rqqan nökerlar darhol orqadan qo'g'lab daryo leviga kepdi. Biroq hech qaysisining eti daryoga kirolmabdi. Aslida padishahning tulparidan boshqa har qanday jonivor bu daryodan uzib o'tolmaydi ekan. Amalsiz qolgan nökerlar Maxtumsalaga qarab: "Hey Maxtumsala, 2 balangni yetim qilmay, kayningga yong'in", debdi. Maxtumsala: "2 o'g'limni ep kelsanglar, andin kaynimga yonaman", debdi. Nökerlar darhol padishahning ordisiga berib, 2 o'g'lini elib kepdi. Bu 2 o'g'ilning cho'ngining ismi Aqar, kichigining ismi Cho'karkan. Maxtumsala nökerlarga qarab: "Cho'ng balamni daryoga tashlanglar, balkim uning piroqiga chidamay, u yoqqa o'tib kelishim mumkin", debdi. Nökerlar Aqarni daryoga oqtiribdi. Biroq Maxtumsala uningga parvo qilmabdi. Nökerlar: "Maxtumsala kichik o'g'lini yaxshi ko'rdi. Shuni daryoga tashlasak, o'g'lini tutib olaman deb daryoga tushidi", deyishib, Cho'karni daryoga tashlabdi. Bala shu zamon suvga g'arq bo'pti. Maxtumsalaga bu noyda eg'ir kepdi. Shundaq bo'lsa-mu, u suyimlik aksi Chintomir Boturni tepish orzusidan qat'iy yonmabdi. U nökerlarga qarab: "Hey insofsiz bulangchilar, sizlarga naslimni qoldirmadim. Endi muradim hosil bo'ldi", debdi-da otni choptirib ketibdi. Bulangchilar daryodan o'tolmay, amalsiz qaytibdi. Maxtumsala shu yurgunicha dashtlarni kezib, tog'lardan eshib,
bir güzel yaylaqqa yetib kepti. Qarğudek bolsa, nurg'un tögüler yaylap yürgüdek. Maxtumsala tögüchilardan "Bu kimning tögülari?" deb so'rabdi. Tögüchilar "Chintemir qarg'uning tögülari" deb javob beribdi. "O nemishqa qarg'u bo'lib qoldi?" deb so'rabdi Maxtumsala. Tögüchilar "Onun bir singlisini bulangchilab bulab ketgan ekan, shuning dardida to'li yig'lab qarg'u bo'lib qoldi" debdi. Maxtumsala yana "Hozir u qayerda?" deb so'rabdi. Tögüchilar "Qayerda ishkanligini biz bilmaymiz" debdi. Maxtumsala yana mengibdi. Bir oz mang'andan keyin nurg'un yilqilar uchrabdi. Yilqichilardan so'rabdikan, ularmi shundoq javob beribdi. Yana bir oz mang'andan keyin nurg'un kala qo'y podalarini ko'ribdi. Qo'ychilardan so'rabdikan, ularmi o'xshashli javob beribdi. Oxirida Maxtumsala eng chetda mo'zay beqiyotgan bir padichi boladan "Jinim ukam, Chintemir Botir zodi qayerda? Aytib bergan bo'lsang" deb yelinib so'rabdi. Padichi bola tezlikda "Chintemir qarg'u hozir oltin arshon degan yerda" debdi. Maxtumsala onunga yalvurib "Men Chintemir Botirning singlisi bo'laman. Meni akamning qishig'i boshlab borgan bo'lsang" debdi. Padichi bola "Men podalardan ayrilanmayman. Mo'zaylar yutib ketganda qilaman" deb unimabdi. Maxtumsala "Undaq bo'lsa podalaringga men qarab turay. Qo'lingga mono almini og'in. Agar Chintemir Botir so'zingga ishonmasa, almini ko'ziga sursang, ko'zi echiladi" deb qo'liga bir almini beribdi. Padichi bola almini elib yo'lga ravon bo'pti. U berib Chintemir Botirga Maxtumsalaning xabarini aytgan ekan, Chintemir Botirning hech ishongisi kelmabdi. Shu hamon padichi bola "Olmutyorning olmisi, Maxtumsalaning xaltisi, Maxtumsala bo'lmasa, qaydan kelur olmisi" deb almini Chintemir Botirning ko'ziga surkigan ekan, uning ko'zlari shu zamon echilibdi. Chintemir Botir padichi bolaga cho'ng rahmatlarni aytibdi. Ham uning bilan billa Maxtumsalaning qishig'i kepti. Ak-singil qarindoshlar bir-birini ko'rib yig'lashibdi. Hal ahvol so'rab mungdishibdi. Shuningdan keyin ular xushal-xuram, tinch, baxtiyor yashapdi.